O'zbek seriali Tozalovchining 116-qismi 15th dekabr 2025 yil soat 21:25 da Milliy TV kanalida efirga uzatiladi va yana bir bor tomoshabinni chuqur hissiyotlar girdobiga olib kiradi. Ushbu sana voqealar oqimiga uygun tarzda singib ketgan bo'lib, navbatdagi burilish aynan shu kechada sodir bo'ladigandek tuyuladi. Serial o'zining ishonarli dramatik qurilishi, personajlarning ruhiy qatlamlarini nozik ochib berishi va har bir sahnada sezilib turadigan ichki zoriqish bilan yana ajralib turadi. Tozalovchining ichki olami kengayib, har bir qarori o'tmishdagi o'g'riqlar bilan to'qnash kelayotgani tomoshabinni yanada chuqurroq hamdard bo'lishga undaydi. Bugun Tozalovchi seriali o'z mavqeini mustahkam saqlab turibdi. Voqealarning tabiiy rivoji, kadrlarning ruhi va mantiqiy dramatik o'sish uni tomoshabin uchun yanada jozibador qiladi. Va shuni unutmaslik kerak, har chang ortida bir ayolning hikoyasi bor, har bir to'qnashuv, har bir kurash ortida bir ayolning butun hayoti, butun iztirobi va butun kuchi yashiringan.